Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. O'g'lingizni o'qitsangiz, o'zingizga yaxshilik qilibsiz. Qizingizni o'qitsangiz, ummatga yaxshilik qilibsiz degan ajoyib kattalarning gaplari bor. Bugun shu asosida sizlar uchun sifatli ta'lim xatti xususiy maktablarning orasida sifatlilarini sizlarga qisqacha obzor qilish uchun Anor xususiy maktabiga keldi. Bu joydagi sifatni sizlarga noldan obzorini qilib beramiz. Bu joyga kirib kelishingiz bilan mana bu yerda temirdan darvozalar qilingan. Bu yoqda bo'lsa qo'riqlash joyi bor. Bolalarni kirdi chiqdisiga nazorat qiladi. Bu yoqqa kiramiz maktabga. Maktabga kirib kelishingiz bilan bu joyda sizni reception zonasi kutib oladi. Bu joyda o'tirgan xodimlar maktab haqida batafsil ma'lumotlarni berishadi. Bu esa bolalarning xavfsizligi uchun qo'yilgan Face ID tizimi. Bolalarning kirdi chiqdisi uchun nechida kelyapti maktabga, nechida chiqib ketyapti, hammasi xotirada saqlanib qoladi. Xavfsizlik uchun qilingan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akbar aka, yaxshimisiz? Xo'p, bugun Anor xususiy maktabini obzor qilishimiz edi. Maktab asoschilari Akbar aka bizga yaqindan yordam beradilar. Akbar aka o'zingizni tanishtirib, maktab haqida ma'lumotlarni bersangiz. Assalomu alaykum. Men Akbar Ravshanovich, Anor xalqaro maktabi va Anor bolalar bog'chasi asoschisi bo'laman. Bu maktabimiz tillarga va kasbga, sportlarga ixtisoslashgan bo'lib, ya'ni kim tillar bo'yicha 5 ta tilni chuqurlashtirib o'tiriladi va sport to'garaklari ham 7 xildan oshuv, kasb yo'nalishlarimiz ham 4 xildan oshuv kasb yo'nalishlari bo'yicha chuqurlashtirilgan tarzda darslar olib boriladi. Bir vaqt o'zida bolalar ham ilmiy, ham kasb bilan ham yo'naltirib, ham sport bilan. Juda ham yaxshi. Akbar aka, bo'lmasa maktabni ko'rsatadigan bo'lsa, hop, marhamat. Umumiy xonalar soni va bolalar hozir umumiy sizda maktabingizda nechta o'quvchi ta'lim olib kelyapti? Maktabimizning sig'imi 600 o'rinli bo'lib, hozirgi kunda 75% to'l bo'lgan. Joylarimiz soni hozir kam. 200 nafar o'quvchi qabul qila olamiz. Bu boshlang'ich sinfimizning xonalari, ko'rishingiz mumkin. Bu ya'ni o'sha birinchi sinf, birdan 4-sinfgacha bo'lgan bolalar shu yerda ta'lim olishadi. Boshlang'ich sinfimizning xonalari birinchi etajda joylashtirganmiz, boshlang'ich sinflarni. 2-3, 4-chi yuqori sinflari polni mo'ljallangan. Hamma narsa interaktivniy doskalarda o'tiriladi, Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini siz darsga, ya'ni o'qituvchilikka qanaqa sinovlar asosida olasiz? Xo'p, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini biz eng kamida 5 yillik tajribasi bormi? Birinchi o'chirda suhbat qilamiz. Chunki yosh kadrlar bilasiz, baribir u sinov malaka oshirish kerak, boshqa qilish kerak. Endi bizda liderlarni yetishtirib chiqaramiz deganmiz, o'shaning uchun kuchli mutaxassislar dars beradi. Chunki bizani ayrim o'qituvchilarimiz chet ellik va mahalliy o'qituvchilarimiz bor. Chet eldan ham, Londondan ham o'qituvchilar chaqirganmiz. Suhbat asosida kelib, bizani IELTS speaking darajamizni yuqori darajada bolalarni ko'tartirib beradigan qilib, gaplashib, sinovlardan o'tkazib olganmiz o'qituvchilarni. Bu juda ham yaxshi. Mana bu yer kuxnyamiz hisoblanadi, oshxonamiz, ya'ni kim bolalar shu yerda 5 mahal issiq halol taomlar bilan taomlanishadigan joyimiz. 5 mahal bizda. Bu 5 mahal oziq-ovqat uchun xarajatlar umumiy o'sha bolalarni to'lovini ichiga kiritilgan. Juda ham yaxshi. Bizda bu kuxnyamizda eng katta yutuqlarimizdan biri halol oshpazlar jamoasi degan outsourcing firmaga topshirganmiz. Bolalarning pitaniyasiga, sog'lig'iga nutrisolog tomonidan tuzilgan menyular bo'yicha javob berishadi. Hozirgi kunda mana shu chef powerlar bo'yicha Toshkentdagi eng katta assotsiatsiyalardan bittasi kelib, kuxnyamizni ko'rib, faqat bizagina berishdi. Eng nomer 1 kuxnya degan ruxsatnomani. Bu yerda bolalar tabiiyki birinchi sinf bor, ikkinchi sinf bor. Ular issiq ovqat topib kelib qo'yish jarayonida xavfsizligi qanaqa, qay darajada? Xo'p, xavfsizligimiz juda ham chuqur o'ylangan. Bu yerda o'zimizning powerlarimiz bor. O'zimizning powerimiz va shu narsalar bo'yicha stol yasatadigan odamlarimiz bor. O'zligi bolalar tushgunicha ovqatlarni tayyorlab, yasatib bo'lishadi. Juda ham zo'r. Tayyor ovqat tushadi, tayyor chiqadi. Xavfsizlik ham birinchi o'ringa qo'yilgan. Ketdi. Xo'p. Mana bu joyimiz bizning maktabimizda yopiq sport zali hisoblanadi. Bu yerda bolalar taekwondo, hapkido,
gimnastika, hamma sport to'garaklari bilan shu yerda qatnashiladi. Hamma sharoitlarni yaratib berganmiz bolajonlar uchun. Taekwondo hamda aikido. Gimnastika. Qizlarimiz uchun. Albatta. Tanani, mushaklarni rivojlantirish uchun. Ochuv tennisni kort va voleybolni kamondan o'q otish maydoni. Ko'rib turgan zdaniyamiz esa binomiz bu bolalarning yotoqxonasi. Viloyatdan kelganlar uchun yotoqxona qurib bitkizdik mana. Xudo xolasa mana shu o'quv yilidan ishga tushadi уже. Yotoqxonada nazorat bo'ladi. Bo'ladi. Oziq-ovqat qanaqa bo'ladi? 3-chi etaj, hammasi mana kuxnyamizdan tushadi. Kirish chiqish joylari ham xavfsiz o'ylangan. Faqatgina bitta tomondan kirib chiqishadi. Judayam zo'r. Maktab hududidan tashqariga chiqib ketisha olmaydi. Bolalarga kamon otishlarni ham Shu yerdan o'tiladi, albatta. basketbol, voleybol zona Tennisni kort ham bo'ladi bu. judayam zo'r. Basseynni ko'ramizmi? Mana marhamat bu yoqqa borib olamiz. Akbar aka, bu basseynda bolalarni xavfsizligi qay darajada yo'lga qo'yilgan? Xavfsizligi o'ylanilgan bu yerda o'zini trenerlari orqali tushiriladi. Trener yo'q paytda tushirilmaydi bu yerda. Trener o'zida qulf kaliti bo'ladi. Kameralar bor. Ikkita tomondan kameralar ishlaydi. Malakali mutaxassis trenerlarimiz eng kamida 5 ta trener shu yerda dars o'tishadi. Bolalarga bu yerda chuqurligini ko'rayotgan bo'lsangiz 1.75, uzunligi 15 metr, bu sportivniy basseyn hisoblanadi. Oddiy kishi suzib yuradigan basseyn emasda. Musobaqalarga tayyorlanadi bu yerda. Musobaqalarga tayyorlanadi. Maktabimizga o'quvchilar hamma shu sharoitda o'rganib, mustaqil qatnashadi. Juda ham zo'r. Bu ikkinchi qavatimiz bo'lib, bu yerda boshlang'ich sinflari bor. IT xonamiz ham mana shu xonaga joylashtirganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bir vaqtda o'zida 24 ta bolani qamrab oladi IT xonamiz. Aynan IT deganda qanaqa yo'nalishlar o'rgatiladi? Aynan IT bo'yicha, misol uchun programma, dasturlash, mana hozirgi kunda bilasiz hamma narsa saytlar orqali bo'lyapti. App Store'ga qo'yilayotgan sotuv platformalar bor. Shularni o'zimizning o'quvchilar ishlab chiqqan. Yutuqlari juda ko'p. EVS platformasi, bot platformasini bizning o'quvchilarimiz o'zi yaratgan. Sizlar botda o'qiyotgan o'quvchilar yaratgan. O'quvchilar yaratgan. Juda ham zo'r. IT akademiyalarga bermasdan maktabga bersanglar bir vaqt o'zida ham programmist ham ikki tomonlama ta'lim olinadi ekan. Robototexnika darslari qo'yilganmi? Qo'yilgan. Robototexnikamiz bo'ladi, u yuqori qavatimizda bo'ladi. Даже kulolchiliklar ham bor u yerda, ko'rsatib o'taman hozir. Ta'lim tizim dasturini kim ishlab chiqargan aka buni? Bu maktabning ta'lim dasturiga endi men o'zimni hissamni qo'shganman, o'qituvchilar bilan birgalikda hammamiz bu yerda bitta odamning mehnati emas. Zavuchimiz, direktorimiz va o'qituvchilarimiz orqali o'tirib, hammamiz maslahatlashib, chunki 27 ta yo'nalishni sig'dirib bo'lmaydi. Bu setka degan narsa bor o'zi. Zavuchlar o'zi to'ldiradigan, dars anaqalarini qo'yadigan raspisiyalarni bizda zavuchda dosh bera olmasdi. Ya'ni qanaqa bu setkani to'ldirsa bo'ladi 27 ta yo'nalishi. Biz hammasini planoviy qilib joyiga qo'yib, bolani salohiyati, bilimini qanaqa olishiga qarab turib, haftasiga soatlariga bo'lib tuzib chiqqanmiz bular. Bitta bolaga rivojlanish uchun, aqlan va jismonan rivojlanish uchun nima, qanaqa ehtiyojlar bo'lsa, hammasini bitta joyga jamlangan ekanda. Shuning uchun so'rovnoma kulolchilik, IT, bolalarni kamondan o'qizish, basseyn, bu hammasi bitta joyga jamlangan, faqat Anor xususiy maktabida. Ko'rib turganingizdek, har bir xonani bolalarning o'zining shkafi bo'ladi. O'zligi qulf kaliti bo'ladi. Birorta narsasiga birov tegmaydi bu yerda. Har bitta o'quvchiga biriktirilgan. Keyin Akbar aka, muddatidan oldin o'qishga qabul qilingan o'quvchilaringiz ham bormi? Bor, yaqinda bo'ldi. O'quvchilarimiz chet ellik universitetlarga imtihon topshirishdi. Top 240 ta universitetga bir vaqt o'zida qabul qilindi. Bir o'quvchimiz borlar. 240 ta universitetga bitta vaqt o'zida qabul qilindi. Dubayda yaqinda butun 17 ta davlat ichida katta olimpiada bo'lib o'tdi. Xabarimiz bor. Ana o'shanda 17 ta o'quvchimiz ishtirok etishdi. 17 ta o'quvchimiz oliy o'rinlarni olib qaytishdi. 17 tasi hammasi oliy o'rinlarni olishdi. Tanish bilishchilik bo'lgan bo'lishi mumkin deyish mumkin shu joyda ayrim ota-onalar, lekin Dubayda bo'lgan.
17 ta boladan 17 tasi oliy o'rin olgan. Bu 100% natija. Hurmatli ota-onalar, biz hozir New Yorkda yoki Abu Dabida yoki boshqa chet davlatda emasmiz. O'zimizning mana shu Anor xususiy maktabini yuqori qavatida, eng yuqori qavatida sport, ya'ni futbol maydonchasi qilingan. Bu haqida ma'lumot Akbar akam beradi. O'tga qilishimizdan maqsad nima bo'lgan? Ya'niki mana bilib turibsiz, hozir ham shamolni qanaqaligini ko'ryapsiz. 44 gradus issiqdagi shamol. O'tga chiqqanda bola birinchidan toza havo, chang ko'tarilmaydi. Endi bilasiz, ko'tariladi, yerga nisbatan, pastga nisbatan bu yerda chang kam bo'ladi. Dixaniyasi bemalol ochiladi. Futbol o'ynayotganda mazza qilib o'ynaydigan toza havodagi katta ochuv stadionimizda bo'ladi. Bu menimcha Toshkentda bitta deb o'ylayman. Hech qaysi xususiy maktablarda bunaqa sharoitlarni ko'rmaganman. Aytgancha, ota-onalar bu yerda xavfsizlik nuqtai nazaridan ham eng oxirgi texnologiyalardan foydalanilgan kameralar joyiga qo'yilgan, setkalar va bu yerda har doim nazoratda bo'ladi. Albatta bo'ladi. Nazoratda bo'ladi. O'qituvchi nazoratda 3 ta futbolni trenerimiz bor. Bizda oddiy o'qituvchilar emas, paxtakorlar, trenerlar kelib dars beradi bu yerda. Bolalar chiqa olmaydi. Mana ko'rib turibsiz, ikkita tomondan eshik va rishotka 2 qavat, 3-qavatida уже setka tortganmiz yani. 3 qavatli. 3 qavatli. Bemalol xavfsiz. Hurmatli ota-onalar, 1 qavat setka, 2-qavat va 3-qavat. 3 qavatli setka xavfsizlik yuzasidan qilingan. Bu bolalarni bemalol bu yerda o'zini erkin qo'yib, toza havoda futbol o'ynab, o'sha darslar o'tishga yordam beradi. Albatta. Bolalar uchun qilingan, chista, pul uchun emas. 5 ta farzandim bor. 4 tasi ham shu maktabda o'qiydi. 5-kichkinam o'zimizdan bog'chaga boradi. Ya'ni o'shaning uchun pichoqni oldin o'zing yur, orimasa birov yur deyiladi-yu. O'shaning uchun hamma farzandimni shu to'xtaman. Har bir kelgan bolalar meni farzandim dedi. Hammasiga ta'limni, tarbiyasini milliy qadriyatlarga asoslangan holatda beriladi. Sal yevropeyskiylashmaymiz. Bizning faqat fishkamiz shu. Yevropeyskidan sal uzoqdamiz. Milliy qadriyatligini esdan chiqarmagan holatda. Tabaqalanish yo'q. Forma majburiy kiyiladi bizda. Ba'zi bir ota-onalar bo'ldi, yo bizning bolalar kiymaydi forma dedi. Do'g'ri rastarjina qilamiz bo'lmasa. Biza sizlarni tanlamaymiz. То есть biz tanlaymiz, sizlar bizdan tanlaymizlar degan anaqada chiqib kelin. Bolalarning orasida bu tabaqalanishi yo'q qiladi. Yo'q qilinadi. Hamma birdek. Birdek bo'ldi. Ayrim o'sha maktablarda kam ta'minlangan, lekin o'qishga ehtiyoji bo'lgan oilani, farzandlarini sizlarda ham imtiyozlar, lyotalar qilinganmi? Bor, albatta qilingan. Endi hozirgi kunga kelib yetdim-ku, bizaniki o'sha to'l bo'lgani sababi ham biza o'sha u lyotalarni olib bo'ldi, qabul qilib bo'ldi. Kam ta'minlangan bo'yicha mahalladan va hokimiyatdan berilgan o'quvchilarning ro'yxatini to'ldirib bo'ldik. Hozirgi kunda lyotamiz bu bo'yicha olingan. Asosiysi shu. Demak, olingan, ularga ham e'tibor qaratilgan. Albatta, marhamat. Xo'p, bu xonamiz texnologiya xonasi bo'lib, qizlarimizga mana mashinalarimiz bor. Tikuvchilikdan dars o'tadigan dizaynerlarimiz kelib, obязательно qizlarga o'tilinadi va undan tashqari pishir kuydirgi, milliy Yevropa taomlari hammasini o'rgatadi. Shu yosh maktab o'quvchilari qilishadi. Albatta. Juda yaxshi. Xo'p, undan tashqari esa kulolchiligimiz ham bor. Mana bolalarimizni o'z qo'li bilan yasagan shu narsa. Bular bolalar yasagan. Bolalar yasagan mana. Juda ham zo'r. Bolalar o'zlari qo'llari bilan yasagan. Bu qo'l motorikasini rivojlanishiga, no'lovka sinfdan boshlang'ich sinf, 4 sinfgacha, ya'ni kim qo'llar rivojlanishi, aqliy salohiyatni kuchaytirishiga juda katta yordam beradi. Hop, bu tibbiyot xonamiz. Bolalarning sog'lig'i birinchi o'rinda. Har kuni ertalab kelganda sog'lig'ini tekshirib, hamma sog'lig'i bo'yicha nima shikoyati bor, hammasini tekshiriladi va dori-darmonlarimiz birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga hamma narsamiz yetarli darajada. Shu xonada hamma narsani doktorlarimiz ko'rib, tekshiruvdan o'tkazishadi. Bu doktorlarimizning malakasi, tajribasi qanaqa bo'ladi? Albatta, doktorlarimiz terapevt, eng kuchli, oliy toifali, eng kami staji 10 yillik staji bor doktorlar ishlaydi bizda. Shunday ham zo'r. Bolalarga tibbiyotdan qanaqadir darslar tushunchalar beriladi. Albatta, bizda ya'ni kim qizlarga tibbiyot kurslari maktab o'zida darslik anaqasida kiritilgan hisobida
haftasiga 4 soatlik dars reja asosida qizlarga tibbiyot kursini o'rgatib boramiz. Bu necha sinf Bu o'quvchilari uchun? yuqori sinflar uchun mo'ljallangan. Ya'ni Kim 6-sinfdan boshlab 11-sinfgacha bo'lgan qizlarga tibbiyot kurslari o'rgatiladi. juda ham zo'r. Hamshira bo'lib ham Albatta. chiqarganda yaxshi. Har bir oilaning o'zini hamshirasi bo'lishi kerak-ku. Uyda Albatta. qo'l qilish kerak bo'ladi, davrini o'lchash kerak bo'ladi. Nimadir bo'lib qolsa ekstremniy holatda uyda bemalol tibbiy yordam ko'rsata oladigan darajada o'qib chiqishadi. Hurmatli ota-onalar, bunaqa ta'lim qayerda bor? Bu faqat Anor xususiy maktabida farzandingiz bir vaqt o'zida ham sifatli ta'lim oladi, ham ma'nan, ham jismonan, ham tibbiy tomonlama, ham oshpaz bo'ladi. Bu juda ham zo'r imkoniyat deb o'ylayman. Qani ketdi yana davomini ko'rsatamiz. Xo'p, mana bu ko'rib turganingiz yuqori sinf xonasi. Mana bu yerda esa yuqori sinflarimizdan erishgan natijalari. Ichki olimpiada, tashqi olimpiadalarda hammasida oliy o'rinlarni olishgan. O'zimiz taqdirlaganmiz. O'shalar bo'yicha yutuqlarimiz bizlarni. Bolalarga qo'shimcha ilmga intilish uchun motivatsiya beradi. Albatta. Juda ham yaxshi. Keyin Akbar aka, ota-onalarda tabiiyki savol tug'ilishi mumkin. Kimdir milliylik asosida deb aytasiz, kimdir rus tilini o'rganishini xohlaydi. Farzandi yaxshi rus tilida ham sifatli ta'lim olishini xohlaydi. O'zbek tilida o'zbekcha milliy qadriyatlar farzandi uchun bu juda ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Darslar rus tilida ham o'tiladimi? Shu haqida ham gapirasiz. Albatta, bizning maktabimizda rus sinflari, o'zbek sinflari va Cambridge sinflari ham mavjud. Cambridge, ya'niki ingliz sinflari. Ingliz tilida dars o'tiladi. Rus sinflarimizga rus o'qituvchilar dars o'tadi. Bizda hammasining o'zining yo'nalishi bor. Ya'ni kim rus o'qituvchi ham bor. Lekin bizning talabimiz nima bo'ladiki, o'qituvchilarga hammasiga bizning milliylikdan chiqib ketmagan holatda dars olib boriladi. Farq shunda. Tabiiyki, hamma joyda rus sinflari, ingliz sinflari, o'zbek sinflari, lekin milliy qadriyatlarga asoslangan holatda ta'lim olib boriladi. Bolani o'zining milliyligini ham yo'qotmagan holatda. Albatta. Bu juda ham zo'r. Erkin Bozorovni o'sha yaqinda bir ko'rdim, tanisangiz kerak. Farzandi uchun bog'cha qidirgan, lekin milliy bog'cha topolmagan. Ya'ni u Mirzo Ulug'bek rayonida aytyapti-da. Hurmatli ota-onalar, e'tibor berasizlar. Rus tilida xohlasanglar berasizlar. Rus tilida dars o'tiladi va Cambridge, ya'ni ingliz tilida darslar ham o'tiladi. Albatta. Akbar aka, hozirgi kunda maktabingizda umumiy nechta sinf va nechta o'quvchilar bor? Ta'lim olib kelishmoqda. Bizning maktabimiz 600 o'ringa moslashtirilgan. Hozirgi kunda 400 ga yaqin o'quvchilarimiz bor. O'qituvchilaringiz asosan sizda ta'lim berib kelayotgan, bolalarga ta'lim berib kelayotgan o'qituvchilarning asosan yosh chegarasi necha yosh? Xabaringiz bormi? Xo'p, bizning o'qituvchilarimizning yosh chegarasi belgilanmagan. Biz malakaga qaraymiz, stajga qaraymiz. Qancha bilimi kuchli, staji malakasi kuchli bo'lsa, o'qituvchilarni qabul qilamiz. Aynan aytiladiki, metod, to'g'ri, metod yosh kattalar eski metodda o'tadi deyshadi. Yo'q, biz o'zimizning Anor International School'da o'zining metodi bor. Shu metod asosida hamma yoshmi, qarimi bir xil dars olib boriladi. Anor xususiy maktabini asosiy maqsadi va falsafasi nimadan iborat? Xo'p, bizning maqsadimiz avvalambor shiorimiz ham bor, maqsadimiz ham bor. Ta'lim va tarbiya uyg'unligi deganmiz. Ya'niki tarbiyani birinchi o'chirda to'g'rilab olamiz. Ana undan keyin ta'lim berishni boshlaymiz. Shundagina ikkalasi uyg'unlashib, yaxshi yetuk kadrli chiqishadi. Xo'p, sizning maktabingiz davlat ta'lim standartiga asoslanganmi yoki o'ziga xos o'quv dasturi bo'yicha dars olib boriladimi? Xo'p, bizning maktabimizda davlat standart darslari bo'ladi albatta. Ertalab soat 8 dan, ya'ni kechki 5 gacha bo'lgani sababi ertalabki vaqtimizda davlat standart darslari olib boriladi. Obeddan boshlab kechgacha u yoq o'zimizdan chuqurlashtirilgan tillar bo'yicha, kasblar bo'yicha, sport bo'yicha olib boriladi. Hammasi ikkalasi bir tekisda ketadi bizda. Ham davlatniki, ham davlatniki, ham o'zimizning metodimiz bo'yicha. Qaysi chet el ta'lim modellari asosida o'qitish olib boriladi? Masalan, Cambridge deb aytdingiz boya. Ha. Xo'p, bizda Cambridge stilida mana ketyapti. Keyingisi o'zimizga yana qaytamiz, milliyligiga bog'laganmiz hamma narsani. Lekin o'sha rus tilida ham, ingliz tilida ham hamma tilda milliylikda olib boramiz. Anor xususiy maktabida darslar qaysi metodika asosida olib boriladi? Interaktiv loyiha asosida. Interaktiv.
Bizning darslarimiz, metodlarimiz interaktiv olib boriladi. Zamonaviy qo'llanmalarda va zamonaviy interaktivniy doskalarda olib boriladi va hozirgi kunda zamonaviy chiqayotgan VR ochkilarda olib boriladi bu narsa hammasi. VR ochkilar. VR ochkilar ham qo'yilgan. Akbar aka, Anor xususiy maktabini boshqa maktablardan farqi nimada deb o'ylaysiz, ustunligi? Ustunligi. Xo'p, bilasizki, tabiiyki hozirgi kunda xususiy maktablarda SAT va ingliz tili asosiy uporga aylangan. Bu hamma joyda bor hozirgi kunda. Albatta. Bizi bu maktabni universitet darajasiga olib chiqishimizga harakat qilganmiz. Farqimiz shunda deb bilaman. Nimaga? Ya'ni tillar korpusi, sport va kasb yo'naltirganmiz. Uchalasi bittada mujassam olib ketamiz biz. Aynan bitta tilda ertadan kechgacha bir matematikada o'qitmaymiz. Aynan hamma yo'nalish bo'yicha o'qitamiz. Ya'ni lider chiqaramiz. Hurmatli ota-onalar, mana bugun o'sha Anor xususiy maktabini Akbar akamlar bilan obzorni qilib berdi sizlarga. Akbar aka, kelajakdagi ishlaringizga rivoj, hech qachon ta'lim berishdan charchamanglar aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Ota-onalarga ikki og'iz fikringiz bo'lsa. Ota-onalarga ikki og'iz fikrimiz. Xo'p, farzandingizni eng keraklisi, muhimi berayotgan dargohingizni, ta'lim dargohini o'zingiz tekshiring har doim. Va farzandingiz ham gapini eshiting, xohishini biling. Shunga qarab turib yaxshi ta'lim maskanini tanlang. Chunki zero siz tikayotgan sarmoyangiz farzandingizning kelajagiga ta'sir qiladi. Shunga qarab yaxshi bilimli maskanlarga berishingizni tavsiya qilib qolaman. Farzandingizni bugungi kunni ertaga qaytarib bera olmaysiz. Shuning uchun bizdan uzoqlashmang. Biz sizlarga sifatli ta'lim qayerda berilayotgan bo'lsa, shu joylarni borib, sizlar uchun obzorni qilib beramiz. Tanlov sizlarda qoldi. Xayr, salomat bo'linglar.